Mashhur bloger Xonzoda bilan bog'liq hayratomuz video tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va shou biznes xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Mashhur bloger Xonzoda ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan navbatdagi videosi bilan yana ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Bu safar u o'zining doimiy yordamchisi Nyankasiga avtomobil sovg'a qilgani bilan e'tibor markaziga tushdi. Ammo bu oddiy sovg'a emas edi. Xonzoda barchasini kichik bir hazil bilan boshlagan. Videoda ko'rinishicha, avvaliga Xonzoda Nyankani hovliga olib chiqib, unga qizil rangli Matiz avtomashinasini ko'rsatadi. Mashina ustiga lenta bog'langan, yonida ballonlar va tantanali musiqa. Hamma narsa chin dildan qilingan sovg'adek ko'rinadi, ammo bu prank edi. Xonzoda kulib, bu sizga sovg'a deganida, Nyanka avvaliga hayroni, keyin biroz ishonmay kuladi. Voqea shu joyda aql bovar qilmas darajaga buriladi. Bir necha soniyadan so'ng haqiqiy sovg'a mashinasi, yangi hashamatli avtomobil kaliti bilan sahnaga olib kiriladi. Nyanka bu holatdan butkul hayajonga tushadi. Uning ko'zlaridagi yosh, boshini tutib qolgan holati va Xonzoda bilan quchoqlashgani barchasi videoda aks etgan. Bu voqea tarmoqlarda tez orada tarqalib, millionlab tomoshabinlar e'tiborini tortdi. Xonzoda ushbu harakati haqida shunday deydi: "U men uchun oddiy ishchi emas, u bizning oilamizning bir bo'lagi. Bu mashina uning yillar davomida qilgan fidokorona mehnatiga bergan javobim." Foydalanuvchilarning fikricha, bu harakat insoniylik, minnatdorchilik va mehrning yorqin namunasi bo'ldi. Izohlarda ko'plab foydalanuvchilar Xonzodani qo'llab-quvvatlab, "Mana bu chin yurakdan bo'lgan sovg'a, hurmatga loyiq insoniy harakat" kabi fikrlar bildirgan. Sovg'a haqidagi video qisqa vaqt ichida millionlab odamlarni o'ziga jalb qildi va trendga aylandi.